alaykum. Bunyodjon kanalida obunachilar. Bugun sizlarga men Bunyodjon bugun boqtirlarni o'rgatamiz. Kelishgan bo'lsalaring kattagina qafas yasab qo'yamiz. Video yoqtirgan bo'lsa like, obuna bosinglar. Fevralgacha shuncha bo'lishimiz kerak. Ko'rishgan bo'lsalar tanishtirib o'taman. Bu sariq albino moda qiz bola. Narda o'g'il bolani sarasi, unadagi sariq, oxiridagi moda, oldidagi nar. Hozir sizlarga aytmoqchiman. Bunaqa ish qilish sizlarga maslahat beraman. Masalan, oddiy birinchi boqa turganlar bunday qafas qilmaysizlar. Shuni qafasga qilasizlar. Shuning uchun shunaqasiga bola shunaqa bittasiga ton qo'yadi. U mumkin emas, chunki bu katta qafasda bo'lsa bemalol qo'yishlari mumkin, chunki bu zoda yurib xuddi baqa kiyib olmasdan mazza qilib uchaveradi. Betga axlatib bo'lmaydi. Agar shunaqa bo'lsa qilsalaring joy torligi uchun axlatib suvga tushib qolib ichalmay qoladi. Qafasimiz bunaqasiga 97, bo'yiga 90, bunaqasiga eniga 47 qo'yamiz. Ko'rgan bo'lsalaring betga bemalol 10 juft boqsalaring bo'laveradi. Salagi talab qilganimiz salatlarga bo'lishdi. Endi ertaga yeyishadi. Eshigini mana ko'rib bo'lsalaring kattagina qo'yamiz. Chunki bemalol sayin tozalashlarga. Mana u joyga skotch qo'yamiz va bunaqa plastik qo'yganmiz. Buni dadam qo'ygan. Chunki baqa donlari baqa chiqmaydi. Klassiga metral ashta qolaveradi. Betga skotch qo'yamiz va bitta teshib qo'yamiz. Bet yuvganmiz. Matini ilib qo'yamiz. Don qoldi. Haligini almashtirdik. Shuning uchun donlarni taqshyapti. Ko'rgan bo'lsalaring katta qafasda bemalol yurishadi. Bularga oddiy shunaqa tepasini tayyorlaymiz. Oddiy shunaqa donlar aralashtirib bir kun bundan beramiz, bir kun bundan beramiz. Bu vitaminli, bu qorin to'sta bo'lmagunga bu vitaminli mana. Bu sariq, bu zig'ir. Bunga semizgan o'zimiz aralashtiramiz. Ko'rgan bo'lsalaring hozir don chaqyapti. Endi qushlarimiz yaxshi qushlar. Gnezosini bet kiyganmiz. Nimaga sababi? Bu taxtaga qatirganmiz. Masalan, bu tuxum qo'yishi mumkin, bolalar ochishi mumkin, tuxum qo'ygan ko'rishimiz mumkin. Buni harfini ochavermasdan sizlarga maslahat beraman. Tepaga masalaringizni yopishtirib, bunaqa tepaga qilsangiz. Chunki ko'p odam erkakda pastga qiladi, keyin tepasiga qushlar chiqib olib, tuxum qo'yayotgan, tuxum bosayotgan moda qushni bezovta qiladi va u tuxumlarni ochmasdan qolib ketadi. Shuning uchun shunday yopishtirsalar, sizlarda qushlaring bemalol tuxum bosadi va hech kim bezovta qilmaydi. Shuni qilamiz. Xohlagan paytimizda buni yechib turib, dinozavr ko'rishimiz mumkin va buni yana qatirib qo'yishimiz mumkin. Hozir qushlar salni olib ketdi. Varaqlarni o'rnatamiz. Varaqni boshqa narsa qilamiz. Chunki varaq shunaqa shabada tushar ekan. Salatiga biz ismaloq, oddiy ko'kat va sabzini qirg'izdan o'tkazilganini qo'shamiz va shuni vitamin. Masalan, bolgarskiga qo'shiladi mumkin, qalamtaga qo'shiladi mumkin. Bu papugaylar tan bilmaydi. Lekin vitaminlar yig'ishaveradi. Lekin qalampir bermaganlar ma'qul deb o'ylayman. Bolgarskiga bo'laveradi, chunki bolgarskiy o'zim ham berib ko'rganman. Bularga olma qo'shilgan ham bo'laveradi, yana qo'shimcha qilib xohlagan mevalarni qo'shsa bo'laveradi. Video yoqqan bo'lsa kommentariyaga yozinglar, yana video qo'ying desalaring, yana video qo'yaveraman. Kanalingizga kirib like va obuna bosishni unutmanglar. Sizlar bilan xayr deb qolamiz.